Assalomu alaykum okalar. Har doim kaptar boqqanda mana bunaqa oldinglarga kelib turish kerak-da. Ana bir xil inga ko'p sepib tashlaydi-yu. Kasal ham o'shandan chiqaveradi-da. Endi donli chochib yotish kerak emas. Endi ani och qoldirish kerak emas. Mana bunaqa 2 mahal, 3 mahal beradiganlar bor. Kam beradi. Ana o'sha yaxshi narsa. Bolasini ham yaxshi boqadi. Ana yerlarda donli sochilib yotsa, bolasini ham yaxshi boqmaydi. Kasal ham ko'payaveradi aka-ukalar. Sal mana shunaqa ochroq qilib boqsanglar. Mana bu yoqdan ham chiqib kelyapti mana sekin. Mana hozir podvolga ham tushamiz, ana ularni ham ko'rasizlar. Shunda o'zimga qarab uchib kelaveradi. Shunaqa sal ochroq qilib boqish kerak kaptarlarni. Kasal xudo xolisa bo'lishi qiyinlashadi. Kasal uncha-munchaga bo'lmaydi. Mana ko'ryapsizlar, mana. Mana shunaqa ochroq qilib boqsanglar, kasal bo'lishi xudo xolisa kamayadi, bo'lmaydi ham.